Yana bitta klientimizni kotyorlarni olib qoldik. Vismin kotyoli, konditsionni. Bu klientimiz aytishlari bo'yicha qisqa tutash bo'lib, portlash bo'lib, kotyoldan juda ham kuchli tovush chiqayotgan ekan. Shunga biz ustaxonaga olib kelib, ochib ko'rsak, bu kotyolimiz garelkasi erigan, hamda bu yerdan juda katta miqdorda gaz chiqib, to buni yoqquncha juda qisqa tutashuv bo'lib, portlash hosil bo'lgan. Remont qilib berib, egalariga topshiramiz. Kimga shunday sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaringlar.